Prezidentimiz tomonidan 16 fevral kuni imzolangan mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yilida ustuvor yo'nalishlar bo'yicha islohotlar dasturlari va O'zbekiston 2030 strategiyasini amalga oshirish bo'yicha davlat dasturi to'g'risidagi farmoni bilan joriy yilga mo'ljallangan ustuvor islohotlar yo'nalishlari belgilab berildi. Farmon va u asosida tasdiqlangan dasturga ko'ra, joriy yilda yurtimizdagi mahallalarda 10 mingdan ziyod ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish loyihalarini ishga tushirish orqali qo'shimcha 100 mingta yangi ish o'rni yaratiladi. Farmonda belgilab berilgan har bir maqsadli ko'rsatkich mamlakatimizni kelgusi istiqbolda taraqqiy etishiga xizmat qiladi. Ushbu tarixiy hujjat keng jamoatchilikning e'tiborida. Davlatimiz rahbariga islohotlar dasturi hamda O'zbekiston 2030 strategiyasining 2026-yil dasturini loyihalari taqdim etildi. Juda ham bir xursand bo'ladigan jihatimiz shundayki, oxirgi yillarda barcha dasturlar ijtimoiy tarmoqlarga qo'yilib, keng jamoatchilik fikrlari o'rganilmoqda. Davlat rahbariga taqdim etilgan loyihalar keng jamoatchilikka taqdim etilganligi va bizni quvontirgani 22 mingdan ziyod fikrlar bildirilganligi va o'sha loyihalarni taqdimotda ham biz ko'rdik. Xalqimizning jamoatchilikda fikri olinganligi, mingdan ziyod o'sha loyihalarimizdagi bo'limlarda keng jamoatchilikda fikr inobatga olinganligi. Bu nimadan dalolat beradi? Loyihalar joylarda albatta amalga oshirishini kafolatlaydi. O'sha loyihalarda ko'rganimizda aynan gender tengligi, aholimizni o'sha farovon hayotiga asosan urg'u berilayotgan onalar va bolalarni himoya qilish, ayollar va yoshlarga nisbatan, voyaga yetmaganlarga nisbatan zo'ravonlikni kuchaytirish, jazoni kuchaytirish ustuvor vazifa etib belgilanganligi juda ham xalqimizni, ayniqsa xotin-qizlarimizni o'sha huquq va erkinliklarini kafolatlaydi. Bundan tashqari davlat dasturida aynan prezidentimizning Oliy Majlisga murojaatnomasida mahallalarning infrastrukturalarini rivojlantirish, bo'sh ish o'rinlarini yaratish, tadbirkorlikni rivojlantirish, biznesga alohida e'tibor qaratish, yoshlarimizni ongi, tafakkuri, o'sishi, o'z yo'lini tanlashda aynan kichik loyihalar asosida rivojlantirish, yangi O'zbekiston qiyofasini aynan eng pastki bo'g'in mahallalarga yetkazdirishga alohida urg'u berilgan. Bundan tashqari biz juda ham e'tiborli jihati dasturlarni o'sha moliyalashtirishda keng juda katta mablag'lar ajratilgan, ko'zda tutilgan. Bu mablag'larda ajratilishda aynan aholimizni, xalqimizni, yoshlarimizni kelajagini ta'minlashga alohida urg'u berilgan. Dasturlarni moliyalashtirishda 250 trillion so'm mablag' ajratilishi, bundan tashqari 50 milliard dollar mablag' ajratilishi, jalb qilishi ko'zda tutilgan. Hammasi xalqimizning farovon hayoti, yoshlarimizni kelajagi, qolaversa xotin-qizlarimizni va voyaga yetmagan yoshlarimizni kelajagiga kafolat berilyapti. O'ylaymizki, bu dasturlar joylarda amalga oshirilib, 2026-yillarda ham juda katta dasturlar, loyihalar va ko'zlangan maqsadga erishiladi.